100 mingga beringizmi? 80 mingga ham so'rash. O'zi любой bo'lmichini yuragida bor-da shu mashina. Aka, yaxshimisiz? Originalmi bu? 63 Corsa bo'ladimi? Chetroqga oling yoki. Assalomu alaykum. Aka, yaxshisiz? Sormay, tarchimayapsiz. Bu originalmi? Original bo'lsa-da. Yoki ana poddelkam 505 to'g'ri. Salonni ko'rsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Sotmishsiz uni? O'zi yaqinda oldim. Mana sizga o'xshab bo'lmacha bo'lganman. Men bo'lmadim bu. Endi bunga qiziqib qoldim. Islam sportda. Ohoy! Voy bu. Voy, maqtni chotdi. Svejий ekan, ha? Kim ishlab chiqargan? Yozilgan. Kim ishlab chiqarganini ham yozdim. Ha, yo'q. Abu Doniyor ekan. Abu Doniyor ekan-da. O'zi любой bo'lmichini yuragida bor-da shu mashina. Sotbismi aka? Olaman, reально. Yo'q, sotishni aytdim. Nechi pul olgansiz? 70 Sir bo'lmasa. 75 ming olgansiz. 100 mingga beringizmi? 80 mingga ham so'rash. Ya 80, 100 mingga bersiz olaman. Men lekin aka, bitta narsa aytaymi? Qozog'istonda bitta sales, imенно sales haydaydigan odam pодарок qilgan edi. Bo'ldi, yoshlar bilan salesga o'tgan, unda mana shuni pодарок qildi. Mersi muxlislari, shu o'tamisizlar, bilan muxlislari. Bitta like bosib qo'yinglar, hattasizlar, ekranga davay qizartirib qo'yinglar. O'ylab ko'ring ekan aka. Ha, sotmaysizmi? Valla aka. Bizga ham nasib qilsin, sog' bo'linglar. Ha.